Assalomu alaykum. Parandachi Uz kanalining hurmatli obunachilar, Parandachi Uz kanali yangilik qilishdan to'xtamadi. Xudo xolisa Parandachi Uzda o'ta boshqacha taklif bilan sizlarga chiqyapmiz. Xudo xolisa Andijon xo'jalarimizni 15 kunlik variantini olasiz aka. 15 kunlik variantini olganingizdan keyin buni 20 kun, 25 kun boqib bersangiz, o'zimiz qaytarib olish taklifini beryapmiz. Xudo xolisa bunaqa taklif insoniyatda yer yuzida yo'q, xudo xolisa. Akalar, shuni olasiz, 1000 ta olasizmi, 2000 ta olasizmi, 500 ta olasizmi, 400 ta olasizmi, qo'rib yetsa 50 ta olasizmi, qizig'i yo'q, bitta olasizmi. Olib, shuna qilib biznes qilsangiz bo'ladi. Sizga Parandachi Uz kanali qo'lidan kelgancha qandaydir yordam deydimi yoki yo'nalish deydimi akalar. Bekor turgan 3 ga 4 mi, 4 ga 5 mi xonangizga 1000 ta jo'ja sig'averadi akalar. Shuni olasiz aka, bemalol shu biznes qilib bizga 1 oylik, 1,5 oylik qilib bersangiz, qaytarib o'zimiz olish sharti bilan jo'jani mana shunaqa 15 kunlik holatdagi jo'jalarni yoki 12 kunlik holatdagi jo'jani sotamiz. Eng qizig'i, O'zbekiston 12 ta viloyatida bilan ishlayveramiz. Surxondaryodan bo'lasiz, Qashqadaryo, Surxondaryo, umuman Qashqadaryodan bo'lishingizdan qat'iy nazar qizig'i yo'q. Samarqand, Buxoro, umuman 12 ta viloyat, O'zbekiston 12 ta viloyatidan pastki nomerlarga aloqa qilsanglar akalar, shartlarini tushuntiramiz aka. Yaxshi boqsangiz bo'ldi bizga aka. Sog'lom shu holatda diriklab turgan bo'lsa bo'ldi akalar. Jo'jalarimiz holatlari nasib holatga yetib boradi. Andijon qora jo'ja ikkisi bu. Xudo xolisa bu Andijon qora ikkini Namangan, Lola, So'xon bozorining tepasi. Pastda mana shu o'rtada adashmayotgan bo'lsa Afsona bog'i. Shuni oldiga akalarimiz 2006-yil ukalarimizga olib kelib berdik. Ukalarimiz xudo xolisa kelishyapti. Hozir tushirish jarayonini videoni oxirigacha kuzatsanglar ko'rasizlar. Tushirish jarayonini ham xudo xolasa videoda oxirigacha ko'rsanglar qo'yib boriladi. Andijon qora jo'ja ikkimizni ukalarimizga 15 ming so'mdan qilib berdik. Kimga zarar bo'lsa O'zbekiston 12 ta viloyatidan aloqa qilsangiz bo'laveradi. O'zbekiston 12 ta viloyatiga dastlabki xizmatlarimiz bor. Faqat kelishilgan holatda akalar. Buni aka olasiz, bizga 20 kun, 25 kun boqib bersangiz 1 oylik bo'ladi aka. O'zi 15 kunlik holat aka. 20 kun boqib bersangiz, qo'yingki 20 kun, 25 kun boqib bersangiz aka, biz yana ham yaxshiroq pulga, siz foyda qiladigan pulga olib naqd pulingizni sanab ketamiz akalar. Shuning uchun Parandachi Uz kanalidan uzoqlashmanglar aka, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolisa bundan-da yaxshi natijalar, bundan-da yaxshi takliflar bilan Parandachi Uz kanali sizlarga chiqadi degan umidamiz. Harakat qilib yotibsiz aka, qo'limizdan kelgancha sizlardan bitta pardesh chekib qolamiz akalar. Nimaga postoyanniy Muhammad Ayub laboda olyapsiz deganlar uchun akalar, imkoniyat bo'lmayapti. Uyqusizlik shunaqa darajada bo'lib ketyaptiki, uyga borib bir video qilishga ham aqlimiz yetmay qolyapti. Bunaqa chiroyli Andijon qora do'ppilarni yoshlar aka. Mana nima sababdan mana shunaqa do'ppili bo'lib qoladi aka? Kim bilsa kommentariyada yozsin. Mana paypoqlikda ko'p xalqimizga gap bor ekanda. Buni paypoq kiyib bostirgan uchun paypoqli bo'lib qoladi deyshadi. Shu rostmi akalar? Eskilarda shunaqa gap bor ekan. Do'ppi kiyib kirsa shunda do'ppili bo'ladimi endi? Roman o'rab kirsa romanli bo'lib qoladimi deyman-da. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Sizga Parandachi Uz yaxshi taklif, yaxshi yo'nalish bilan chiqyapti. Xudo xolasa joyiz bekor turgan bo'lsa aka, foydalanadigan joyi. Xudo xolasa hech kimda yo'q variant, faqat Parandachi Uzda bo'ladi. Sizlar bilan kanalda men Muhammad Ayub bo'ldi. Sizlar bilan ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.